Nazarimning bloger bor ekan, men bilmay yurgan ekanman. Nima ish paytgacha kelmagansiz? To'y aytsang boramanmi? Endi men sizni tanimasam qatdan to'yga aytaman. Xorazmda voy bo'y. Hozir keldim, eshitsam bular juda ham mashhur, juda ham hurmatga sazovor inson ekanlar. Men aytmayman, endi butun Xorazmni siz menga tanishtirasiz. Xudo xolasa butun O'zbekistonni sen menga tanishtirasan. Butun O'zbekiston Xorazmni his qilish uchun aynan Feruza kelibdi. Men menga bir o'rganish o'rganmoq narsalarni ko'rsating. Yuringlar, xudo xolasa reklamalarning dodasi bo'ladi. Hey, 5 to'y aytmasam boraman endi. Qarang, eringiz bormi? Allohga shukr, tog'din erim bor. Ha? Eringiz bo'lmaganda men bu doda bilan tanishtirib qo'yardim. Shu doda bilanmi? Undan ko'ra siz tanishing. Voy rahmat, bu dodaga ikkita keladigan erim bor. Bilamiz, butun O'zbekiston biladi. Mana bu sharlarning kачествоsi вообще zo'r ekan, sinmas ekan ham. Shuni aytaman, dahshat. Gold svetini qara buni. Hey, meni negativchilarimdan birini otsam bo'ladi. Ha, bu sizga bo'ladi, lekin meni negativchilarimga mashina otish kerak. Bomba. No, diyecek bu gelin bu gapi bilan. O, archalarni qarang, kiyimsiz ham bor ekan, kiyimlisi ham bor ekan. Feruza gördingmi, Toshkentda qor yog'masam bizada yog'di. Chunki bizlara qorchan gelin geldi. Xorazmdan bir ajoyib bo'lgan Toshkentni azimdan kelgan gelinimiz bilan ben hayat görüşürüz. Gelipsiz. Rahmat. Qadamimiz qo'l kelib do'lib tashlan Xorazmimiz. Hamma biznesmenlarni piyoncha. Shu piyoncha o'qib ketmasin. Hamma biznesmenlarni biznesini yuritishda yordam bersin. Xudo xolasa hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Bu qizni kutib turganlar zum ko'p. Endi bu yandan dahshat vaylanib bizdan kutarasizlar. Men qaynona jonisi, bo'lsa kelin jonisi. Bo'ldi, ertaga uyimizda kutamiz syomkada. Boraverasiz.